Yana o'sha parallelniy parkovka mashqi mana o'quvchiga o'rgatibdim. Endi o'zlari qilib ko'ryaptilar. Hozir ko'ramiz qani. Xato bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ertalabdan imtihonga boradigan o'quvchi bular. Joyida zo'r kelib to'xtadilar. Mana shu zo'r, idealni to'xtatish. Har doimgidek ikkinchi o'rtadagi parallelniy parkovka bo'sh bo'lsa, ikkinchisiga qo'yganingda udobli. Uchta harakatda olib kiriladi. Birinchi harakat ichki burchakni topib olish. Ikkinchi harakat rulni to'g'rilab orqa balonni sariq uzuq palasiga olib chiqish. Uchinchi oxirgisi rulni mana chapga burib, o'ng bakoy bilan ishlab, ikkita o'ng tomon balonni oq palasani ustiga olib chiqish. Mana ustiga chiqibdi. Bo'ldi, zo'r. Shu joyda to'xtatiladi. 3 sekund turib, skorsi 1 ga urib chiqib ketiladi yana. Bo'ldi, xudo xolasa zo'r.